Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi hovlimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani, tuman markazi Yangi bozordan 17 sotixlik hovlimiz sotuvga chiqdi. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga 1,5 kilometr joyda joylashgan. Ko'cha yuzidan 100 metr qiriladi, ikkinchi liniya. Bu joyimizga xohlang uy sifatida foydalanib yashab yursa bo'ladi, kottejlar qursa bo'ladi. Xohlang biznes sifatida foydalansanglar bo'ladi. Biznesmen akalarga kelib butdan har xil imorat qurib, qanaqadir o'quv markazini yoki shunga o'xshash bizneslarni qursalar juda ham mos keladigan joy. Hovlimizda ikkita xonadan joylashgan. Chiroyli bog'larni qilib qo'yishgan. Yashash uchun hamma sharoitlari bor. Bu joyimizda kommunikatsiya hamma xizmatlari o'tgan. Hammasi uzluksiz ishlaydi. Juda ham keng bo'lgan. Fasadimiz 35 metrdan ziyod. Yo'qda. Огородlarga suvdan muammo yo'q bu yerda. Juda ham keng hovli. Hamma sharoitlari bor. Bu joyimiz hujjat bo'yicha 17 sotix. Men nazarimda bu yerda undan ham ko'p joy. Anchagina katta ekan. Bu joyimizga egalari har bir sotiga 10 ming dollardan narx qo'yishgan. Yana kelib ustida gaplashsanglar bo'ladi, narxidan kelishsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'p oilali odamlarga ham mos keladi bu joyimiz. 3-4 ta oila bir bo'lib yashasa ham bo'ladi. Narxlari qadimiy yana o'syapti bu yerda. Markaz hisoblanadi. Kelib ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Kimga yoqsa o'sha ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.